Kyongju Tower haqida qiziqarli ma'lumot esimga kelib qoldi. Shuni bo'lishmoqchiman. Kyongju Tower loyihasi 2007-yilda qurib bitkazilgan. Lekin qurib bitkazilgandan keyin bir muammo paydo bo'lgan, chunki bu binoning asosiy arxitektori, loyiha egasi boshqa odam bo'lgan, lekin u odamdan ruxsat so'ralmagan holatda bu bino qurilgan bo'lgan. Shundan keyin sud ishlari boshlangan. Itami Jun ismli arxitektor bo'lgan va u odamga 42 million won sud tomonidan pul undirib berilgan. Lekin bu sud qarori u arxitektorning o'limidan 1 oy keyin chiqqan. Shunaqa Kyongju Towerga kelsalaring, mana shu burchakda shunaqangi joy bor. Bu odamning nomini abadiylashtirish maqsadida shunaqangi joy tashkil qilishgan.